Yo sizlar Voxel YouTube kanalidasizlar. Bugun bizda ajoyib Minecraft o'ynaymiz. Mana ko'rib turganinglardek sakrash levelni oshiradi. Level 7. Sakrashning leveli 7. Bitta sakrasangiz bitta level qo'shadi. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqangi balandga sakrayapti. Bolalar, sakrashning leveli endi 12 bo'ldi. 12 da shunchalik sakrayapti. 100 bo'lsa-chi yoki 500. Buni video davomida ko'rib olasizlar, do'stlar. Qani video boshlandi. Biz maqsadimiz Ender Dragon'ni o'ldirish. Minecraftni bitirishga harakat qilamiz. Let's go. O kerak emas narsa. Sakrash chiqaringlar 17 o'sha. Oho, bizani jonimizga ketmayapti mana. Birinchi o'ptirib qo'ydi o'ldirib olamiz. Vallahi biz metdan chiqmoqchi bo'lsak ham sakraverar ekan. Yaxshi. Hoppa. Yer ham kerak bo'ladi. Loy ovolaramiz. Necha? Yaxshi, yaxshi. Hop, endi biz o'zimizga hop, mana. Mana cho'p tayyor. Yerga solamiz. Hop, bizga kerak. Bo'ldi, okey. Mana bizda kirka bor. Endi biz o'zimizga temirlisidan yasab olamiz. Let's go. Va bolalar, bez problem. Bitta sakrab turib qolamiz. Yergacha qazib ketaveramiz. Qani go. Bo'ldi mana. Biz o'sha yasab oldik. Bo'ldi. Mana o'sha sakrashimizning leveli 28. Biz uni yana kuchaytirishimiz kerak. Hop, oho. Obbo, biz ahay. Sakramasdan borishimiz kerak-ku. Cho'chqa bizga kerak emas. Biz cho'chqa yemaymiz. Ketdi. Ketdi nima bor? Mayli, anaqa boraveramiz. Let's go, sakrab boramiz. Necha level ham oshib boradi. Yo, bolalar, agar biz Ender Dragon yoniga borib turib, Ender Dragon'ni bemalol osongina o'ldirsak bo'ladi. Chunki uni anaqangi kristallarini tepaga blok qo'yib yotishimiz shart emas. Sakrab turib, borib turib buzamiz. Yaxshi ideya. Lekin sakrash juda kuchayib ketyapti. O'sha 40 dan o'sha blokkaga bordim. Biz o'sha kam sakrashimiz kerak. Aha, 46 da qiyin bo'lib ketyapti. O'lmaymiz, jonimizga ketmaydi. Da, jonimizga ketmas ekan. Bebe. Bo'ldi, bizga farqi yo'q, ketaveramiz. Temir bor, bu bor. Bor. Bizga yana nima kerak? Temir kammi deyman. Bo'ldi. Easy sakrab chiqib bo'lar ekan.
Mana temir rudasi. Oho. Ey! Stop man. Temirni olishim kerak, o'sha kech o'tib qoldi. Qanday? Valla, sakrab chiqyapmiz, endi biz kravat yasaymiz. Mana buni qo'ydi har ehtimolga qarshi bo'lsa. E, e, e. Qo'y qani? Stop, zombilar jonimni ketqizalarmi qani? Da, jonim ketar ekan. Stop. Bizni sakrab turib ursak bo'ladi. Da. Qani? Yo'q o'sha zombilar. Mayli, biz uxlashimiz kerak. Bo'ldi, biz o'sha uxladik, yaxshi. Birinchi kunimiz o'tdi. Endi qani go. Mana bolalar o'zi 60 level. Da 60 level. O'sha biz juda ham balandga sakrayapmiz. Sezgan bo'lsanglar mana. Qaranglar. Oo. Bizaga hech nima qilmayapti. Jonimizga ketmayapti. Endi biz temirliklarni yasab olamiz. Da. O'sha yomg'ir yog'yaptimi? Aniq aytsam. Stop, bizaga daraxt kerak. Bitta daraxt bor ekan. Chaqmoq chaqyapti. Biz daraxt olishimiz kerak. Ye.
Ey, yo bolalar, mana biza o'sha Ender Dragon'ni o'ldirishimiz qiyin bo'ladi, ya'ni Minecraft'ni bitirishimiz juda qiyin bo'ladi. O'sha mamniki tiyib ketsam ham sakrayapman-da, mamniki tiyib ketsam ham sakrab o'ryapman. Juda qiyin bo'ladi. O'sha bizada 100 level ham bu bo'ldi. Yurib 2 kun o'tkazdik biz. No, Minecraft'ni bitirishimiz juda qiyin. Bunaqangi holatda. No, mayli bolalar, lekin men buni qancha darajaga chiqishini ko'rmoqchiman. Sizlar ham qiziqib turgan bo'lsanglar kerak. Qaranglar, jump level 99. Sakrashini qaranglar mana. O'sha quyoshgacha sakrarmikan, mana 100 dan ag'iga o'tarmikan. No, buni endi faqat tekshiraman. Qanchagacha bor mana. Biz hadib sakrab yubormasmiz bizada mana. Biz mana bu yerda qilsak bo'ladi mana. Ko'payaveradi. Biz har bitta bosganimizga daraja beradi. Endi biz faqat daraja ko'taramiz. Qani go. Bolalar, bizada o'sha level 200 gacha ekan mana. 200 dan o'tmas ekan mana 200. O'sha bug bo'lib qoldimi bilmayman. Quyoshga yetib bora olmadik. Lekin mana tushishimiz o'sha juda sekin. Mana 200 dan o'tmas ekan. Yo bolalar, men hozir bitta narsani sinab ko'rmoqchiman. Men yomg'ir chaqirtirmoqchiman. Yomg'ir va chaqmoq. Mana bolalar, biz o'sha chaqirdik, hozir biz sakrasak yomg'ir va chaqmoqdan balandga sakra olarmikanmiz? Buni tekshirib ko'ramiz. 1 2 3. Stop. Hayron qolaman-da bolalar. Videoyimni ko'rib turib like bosmaysizlar. Qani hozir like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. 1 3. Hop. Mana o'sha qor, yo, biz o'sha qor, keyin yomg'ir mana. Biz o'sha yomg'irdan o'tibmiz, qordan esa yo'q. Buni tasodifan sakraymiz. Mana, hoppa. Yana bir marta sakraymiz. Yaxshi sakrab yubordim. Bo'lmasa o'larmidan bilmayman. Bu siklashib qo'yganga o'xshayapti-ku. Qachon tugaydi bu? Zerikib ketdim o'sha.
Ey, yo bola video shu joyda tugaydi. Obuna bo'lib turib, kanalga like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.